Shunda adis andijonlik oiz Buxorodan ekanlar-da. Men Qashqadaryodanman. Qanaqa? Ya, buvim bilan turganman-da. O'shanga biz tez-tez viloyatga chiqib turamizda, qarindoshlar ko'p. Bacham Buxoroga ketdik, jiyanim to'y qilibdi. Ana, ko'rdingmi, ketdik. Shkan bo'zi shavat, amma xola ro'zi shavat. Shkan Qanday Buxoron to'yi yoqibdimi? Ibizur, tezur bila. Devonacha bo'ldi. To'xtash. Ketdi Anjanga. Ukam xotini jijjilabdi. Ketdi to'yga, ketdi. Xayriyat keldik. Kimini alishtir 2 soatdan keyin Qashqadaryoga ketamiz. Kattam tug'ilgan kunlar ekan, bo. Aytgancha yo'lda to'xtamaymiz. Ha, o'sha o'rganib qoldim, o'zim bilan ovqatdan oldim. Kelin kiyimizni almashtiring, biz mazalar yo'q ekan ko'rib kelaylik. O'zingizlar borasizlar taksida. Kelin bir haftadan keyin hamshiyamiz to'y bilan. Uni ham olib kelaman, haymi? Mosa o'siramasdan tez-tez kiyinish, akam to'y qilyapti. Ashaqa ketamiz. Hech bo'lmasa ovqat yeb olaylik, qornim itdi och. Vaqt ketadi-da. Yo'q, ketmaydi, mana chef bor-ku, tez tayyor bo'ladi. 3 xil tamligi bor. Bo'lmasa sirligidan tayyorlang. Menga indikalik bo'la qolsin. Ot go'shtligi ham bo'ladi. Uni ustiga mazasi ham zo'r. Ayniqsa soussiz ziravorlari ta'miga tam qo'shyapti. Zebo, senga zo'r yangiligim bor. Senimni uzatamiz. Yaqinroq joygami? Ha, bir qadam Xorazmga. Sizga ham yangiligim bor, siz yaqinda ota bo'lasiz. O, zo'r-ku. Ismim ham o'ylab qo'ydim, Yo'lchivoy. Nimaga yo'lchivoy? Bu yurishimizda bola to'shni raddomda tug'ilmaydi, yo'lda tug'iladi. Yo'llar bizlarni